Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar, hurmatli obunachilar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bugun hafta kuni bilan yakshanba. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar mashina bozoriga keldik. Sizlarga bir qator Nexia 1lardan, Nexia 2lardan syomkalar jarayonini taqdim etamiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi mashina bozori mana. Oldidamiz. Bir qator mana shu Nexialardan, Nexia 1lardan sizlarga video syomkalarni taqdim etamiz. Varianti borlardan, banki borlardan, aka banki bordan chiqaring, davom ettirsak bo'lmaydimi degan obunachilarimizga banki borlardan ham chiqaramiz. Aka 10 million, 20 million pulim bor, mashina olmoqchi edim deganlaringizga ulardan ham chiqaramiz. Egasi ruxsat berganlardan bir qator sizlarga mashinalarning video syomkasini chiqarib taqdim etamiz, hurmatli obunachilar. Sizlar podishkada bo'lingizlar. Bitta like bosib turib, obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Sizlar uchun biz mana xizmatdamiz. Xalqning xizmatidamiz. Mashina olingizlar, sotingizlar. Keyin mashina uyda turib sotaman, olaman degan obunachilarimizga ham xizmatlarimiz bor. YouTube kanalimizning pastki tomoniga tushsalaring, YouTube kanali, Telegram selkamiz bor. Telegram selkamizga bitta bosasizlar, Telegram kanalimizga o'tib olasizlar. Uydan sotaman degan mashinalarni ham shunga joylaymiz. Olaman degan mashinalarni ham shunga joylaymiz. Har xil xizmatlarimiz bor. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Nexialar qatoridamiz hozir. Mana Nexialardan. Xo'sh, aka o'tib ketaylik. Darvozaga keling aka. Yili necha ekan buning aka? Yili necha ekan? 2009. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Delkasiga o'zi yozib qo'yibdi. Oppoq rangda Nexia 2 mashinasi, 1.6 Donus motorda. Ekonomizerlari bor. Akkumulyatorlari o'rtacha holatda. Akkumulyatorlari yangimi aka? Akkumulyatorlari yangi, metanlari bor. Mashina normal holatda, bakovoylari, svitchalari bor. Mashinaning turgan holati. Hurmatli obunachilar, balonlari mana kalpakchalar qo'yilgan, yangi balon. Mashina mana prostoy. Polik chexol qilingan. Hamma narsasi taxlab qo'yilgan. Aka necha ming yurgan bu? 2 kuruk? 3 kuruk, ha? 300 ming yurgan ekan. 3 kuruk yurgan ekan. Qayerda mashina bu? Qayerda mashina? Qarshi shaharda mashinasi. Orqasini ochib qo'yasizmi? Orqalarini ham sizlarga bir qator tekshirib o'tamiz akalar. Benzin marka olib qo'ying. Xo'sh, orqalari akalar. Xo'sh, mana metan baloni, metanlari, damkirat. Orqalari ozgina chirigan joylari bor. Xo'sh, sapasiga damkirat, balon kirat, hammasi joy-joyida turibdi, hurmatli obunachilar. Mana mashinaning turgan holati. Mashinani yuvmay olib chiqqanmi deyman. Hozirroq chang bo'lgan ekan. Moykaga kirib olasizlar. Tip-tin bo'ladi. Aka, buni siz sotasizmi aka? Ha, sotiladi. Buni qayerda mashina? Ha, Qarshi mashina dedingiz, ha? Qarshi. Aka, bu kraskasi qayerda bor? Bor kraskasi, zanglari olingan. Zanglari olingan, ha? Yil aka. Nodir aka YouTube kanali aka. Nodir aka deb yozsangiz chiqadi. Nodir aka YouTube kanalimizning nomi. Xo'sh, hurmatli obunachilar. Aka, bu polni kraska bo'lmaganmi bu? Polni kraska bo'lmaganmi? Mana shu yerlar bo'lganmi? Kraskalar bor, kirlar. Mana shu yerda kratlachalarda kraskachalari bor deyapti. Motor xodovoyida ishi yo'q, ha? Yo'q, motor qilingan. Motor qilingan deyapti. Motor xodovoylarda ishi yo'q deyapti. Xo'sh, hozir ma'lumotini so'raymiz. Akamiz telefonda gaplashyapti ekan. Telefonda gaplashib bo'lsin-chi. Aka, buni qanday yo'llari bor? Nech pul baho qo'yapsiz? Bozor biror narsa so'rayaptimi? So'ramayapti. Endi so'rayapti. Jazman klient kelyaptimi? Endi. Nech pul so'rayapti buni? 37-38 ga bermayapsizmi? 37. bank. Olaman deb turib so'rab kelyaptimi? Jazman? Jazman emas. Jazman bo'lsa kelishtirib beraveramiz. Jazman bo'lsa 34-35 larga beraverasiz. 35 millionni oshsa beraveraman deyapti. Aka, qarang, 20 million pul beraman. Qolgan 15 millionni bir oy yoki bo'lmasa 20 kun kutib turasiz desa berasizmi? Bo'ladi. Bo'laveradi, ha? Mana hurmatli obunachilar, hozirgi aytib o'tganimizdek, mana 20 million pul bilan kelasizlar, mana shu mashinani bemalol minib ketishlaring mumkin. Akamiz mayli bir oyga ham 15 millionni kutib turaman deyapti. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 50
50lik 001 001 70 00. 70 00 akamizga telefon qilib murojaat qilib savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang. Bu qizilni ham qo'yib qo'ying dedingizmi? Qizil sotildi aka. Necha pulga sotildi? 37 millionga mana qip-qizil mashinasi gilos rangdagi 2009 ha? 37 millionga sotilibdi ekan. Donismi qizil? Aka qizil donis. Donis mashinasi 37 millionga sotilibdi ekan. Buchi? Sons 2010. Chista Sons ha? Chista Sons Trambuler 2010-yil. Bu qanchaga sotildi? 37 million to'g'risi sotilibdi ekan. Ana bugun bozor chaqqon. Obunachilar, bozorda Qanaqadir mashina kerak bo'lsa. ha, bozorda mashin ko'p. Mashinni zo'ri mana deb turib. Bu Gentra katta bolalar mashinasi ha? 555 katta bolalar. Aka necha yil ekan yili buni? 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 4-pakalina zavodskiy metanmi bu? Mana bular 4-pakalinaniki ha, menimcha. Xo'sh, motorlar holati mana konditsionerlari bor, abizlari bor. Motor holati tiniq holatda turibdi mashinani. Xo'sh. Turgan holati, to'rtta balonlari yab yangi, sakadiskachalar qo'yilgan. Motor hadovoylarda ishi yo'q-a umuman. Umuman ishi yo'q deyapti motor hadovoylarda, salonlari Mir salonmi? Ha, Mir salon. Salonlarni ham hozir sizlarga bitta tekshirib o'tamiz mana. Rollari Mir salon. Hammasini joy-joyiga taxlab qo'yibdi. Aka buni nech pul deyapsiz buni? 160. 160 million deyapti ekan. Mana kalangachalar, samburchalar hammasi joy-joyida. Nomerlari bonus deyapti akamiz. Aka buni kraskalarini ham bir aytib o'tasizmi? Qayerqa? Top-toza, ha? Kraskasi top-toza. Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaversin. Ustalarini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaversin. Aka buni qanday yo'llari bor? Barter, variant, bank yo'llari bormi? Luboy yo'li bor, ha? Hammasidan bo'ladi. Kutib turasizmi bir 2 oygacha agar pulim yetmaydi desa? Tamam. Generalni ham chiqarib beraman. Generalni ham chiqarib beraman deyapti. Agar pullaring yetmaydigan bo'lsa, 1-2 oygacha, yangi yilgacha, bayramgacha kutib turaman deb turib aytayapti. Aka telefon raqamingizni qoldiring. 95lik 95lik 788 788 99 94. Akamizga telefon qilib turib savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang. Bu Nexia kimdan ekan? Aka qo'yaveraylikmi YouTube'ga? Nexia 2 mashinasi metallik rangdagi 1.6 Donis motor. Motorlar holati tiniq holatda turibdi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Xo'sh, Donis motor 1.6 legendasidan mana. Gentra legendami, Nexia 2 legendami deydi. Xo'sh, motor holati, motor hadovoylarida umuman ishi yo'q, hammasi taxlab qo'yilgan, ha. Tayyor mashina. Tayyor mashina. Olasiz, faqat gazni qo'yasiz, minasiz. 55 million deyapsiz buni. Mashinaning turgan holati, balonlari mana o'rtacha holatda. Qishga borib yangi balon qo'yib olasizlar 4 ta. Xo'sh, salonlar. Tonirovkaga ruxsati bormi aka? Bor. Tonirovkaga ruxsati bor. Necha ming yurganmi? 216 ming. 216 ming yurgan ekan mana. Salonlar polik chexol qilingan, malibericha qo'yilgan. Qayerda mashina bu? Koson. Kosonda mashinasi. Orqasini ham bitta ochib qo'ying. Orqasini ham bitta ochib qo'ying. Bagajni bosib mashina. Bo'ldi, ochildi. Mana orqalari. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana metanlari. Zapaska dam kirib balon ключ. Mana shomka qilingan qozonlari. Mashina normal sostoyanida turibdi. Turgan holati. Xo'sh, hozir akamizdan bitta ma'lumotini olamiz yana. Qani ekan u aka? Aka qayerga ketdingiz? Qarang buni, qayerda kraskalari bor buni? 2 kalinkasi kraska bor. Ikkita kalinkasida, boshqa joylarda kraskasi yo'q. Kapotlarda petnasi bor, boshqa joyda kraskasi yo'q. Ko'ziga butun. Hamma joyi top-toza, boshqa joylari, ha? Yuragi ham tozami buning? Yuragi ham toza, o'zi ham toza. Yuragi ham toza, o'zi ham toza deyapti. Nech pul baho qo'yasiz buni? 55 so'mga kelishib beraman aka. Nech pul so'radi buni? Deyapti. Jazman kredit qilib beraman aka. Kreditga Qo'shganga beraman. Buni variantga ham qilib beraverasizmi? Yoran, bank, ishga, barter hammasi bo'ladi. Hammasi bo'ladi, ha? Endi pul Hammasi qilsin, tamom. 15 million, 20 million puli yetmay qolganiga mol qo'ylarini sotishga 1-2 oylarga ham kutib turaverasiz, deyman, ha? Bemalol kutib turaveraman deyapti.
Yaxshi, rahmat. Nomerni Aka. qo'ying telefonimizni. Xo'p, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91lik 91lik 070 070 0006. 0006. Akalar, mana shu mashinani bemalol savdo qilib olishlaring mumkin. Har qanday yo'liga ham sotaman, deyapti akamiz. Aka, rahmat, charchamang. Xo'p. Xo'sh, Nexia'lardan hurmatli obunachilar. Qarshi mashina bozori. Mana mashinalar juda ko'p. Bozor bugun vobshe zo'r. Qizilni so'rasam ham sotilgan deydi, oqni so'rasam ham sotilgan deyapti. Mana hozir akamiz dollar sanayapti mana. Xo'sh. Sotadi endi, hammasi endi chiqarib turib odamlar oladi. Hurmatli obunachilar, Nexia'lar qatoridan sizlarga egasi ruxsat berganlardan. Aka, Nexia kimdan ekan bu? YouTube'ga chiqaraveraylikmi? Nechanchi yil bu? Yili 15 mi? 2015-yilda ishlab chiqarilgan Mokri Tursun oshnamizning Nexia'siga o'xshash Nexia 2 mashinasi sotiladi mana, hurmatli obunachilar. 1.6 Donus motorda. Xo'sh, motorlar holati mana yaxshi sostenada turibdi. Akkumulyatorlar o'rtacha holatda. Xo'sh, mashinaning turgan holati, bokovoylarda switchalari bor, balonlari o'rtacha holatda. Xo'sh, aka, motor hadovoylarda ishi yo'qmi? Motor hadovoylarda ishi yo'q. Qayerda mashina bu? Gresni mashinasi, super salon, mana gidravlika. Necha ming yurgan bu? 137,5 ming yurgan, polik chexol mashinani taxlab qo'yibdi. 100 talik metan baloni bor. Mashinani olasizlar, faqat gazni qo'yib minasizlar. Orqasini ham bitta ochib qo'ying aka. Orqasini ham tekshirib qo'ying. Xoldlari ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, shaffof metandan qo'yilgan mana metanlari. Izlari. Zapaska damper balon ключ. Orqalari mana chirigan joylari yo'q. Mashinaning turgan holati 2015 eng oxirgilardan. 16 chiqqan bilan oxirgi desa ham bo'laveradi mana. Hurmatli Xo'sh. Aka, buni kraskasi qayerda bor buning? Yo'q-da, kraskasi yo'q. Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaversin, ha. Ustalaringni olib kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar bemalol. Akamiz kraskasi yo'q deyapti. Bu nech pul baho qo'yapsiz bunga? 59 ga bermadingizmi? 59 millionga dedi, bermadim deyapti. 59 ga bir narsa qo'shsa berasizmi? 59 millionga bir narsa qo'shsa beraman deyapti. 500 mingga 1 million qo'shsalar, u dokumentlar generalni ham chiqaveradi. Dehqonmi bu? Dehqonlardanmi? 1 yil bo'ldi, ha. Faqat oldi sotdi bo'ladi deyapti dehqonlardan akamiz. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 97lik 617 4447 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Rahmat aka, charchamang. Nexia'lardan. Aka, assalomu alaykum. Chiqaraveraylikmi Nexia'ni? Qo'yaveraylikmi? Xo'sh, hurmatli obunachilar, egasi ruxsat berganlardan bir qator chiqarib o'tamiz. Ruxsat bermaganlarga bir narsa deb bo'lmaydi. Rangi oppoq rangda Nexia 2 mashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan oxirgi upiskalardan. Xo'sh, gibrid motorda. Xo'sh, motor holati tiniq holatda turibdi. Nexia 2 mashinasi mana. Aka, qayerda mashina bu? Qamash rayonining mashinasi ekan. Mashina qarab minilgan ekan. 4 ta archa balonlardan yangi balon taqib qo'yilgan. Qalpoqchalar, motor hadovoylarda ishi yo'qmi aka? Motor hadovoylarda ishi yo'q. Cho'tka turibdi deyapti. Akkumulyator 4 ta balon yangi deyapti. Xo'sh, mana obshipkalari prostoy. Necha ming yurgan bu? 2 ko'rik yurgan deyapti. Polik qilingan, chexol o'zlaring qilib olasizlar. Hurmatli obunachilar, aka, orqasini ham ochib qo'yasizmi? Orqalarini ham sizlarga albatta tekshirib o'tamiz. Orqalari mana. Hurmatli obunachilar, mana metanlari, zapaska damperat balon ключ, mana taylari, chirigan joylari yo'q.
Mashina tip-tiniq holatda turibdi. Mashinaning turgan holati, hurmatli obunachilar. Xo'sh, passajir tomonga qismi mana. Aka, buni kraskasi qayerda bor buning? Chima? Kraskasi top-toza, ha? Kraskasi top-toza deyapti. Ustasini olib kelib tekshirtirib ko'rib olaveradi. Ustalaringni olib kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Kraskasi top-toza deyapti. Hamma joyi bir tomchi kraskasi yo'q deyapti. Aka, buni nech pul deyapsiz buni? 68 million. Jazman kelib turib so'radimi, so'ramadimi? 59 millionga bermadingizmi? 59 millionga bermadim deyapti. Bu Lacetti'dan ham qimmat-ku bu. Ha, puliga yarashadi, ha? Puliga yarasha, to'g'ri. Lacetti'larni ham sotyapti 55, 56 shunday maqtar sotyapti. Xo'sh, buni qanday yo'llari bor buni? Variant, barter, bank yo'llari bor, ha? Bank nech pul beradi bunga? 50 milliongacha beradi. 50 milliongacha beradi, ha? 50 million pul bo'lsa, hurmatli obunachilar, 10 million, 11 million pul bilan kelsalaring, mana shu Nexia'ni minib ketishlaring mumkin. 50 million bank pul beradi, 10 million bilan kelsalaring 60 million, 61 million bo'ladi. Xo'sh, aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 93lik 936 6620 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Qamashini mashinasi ekan, top-toza qarab minilgan ekan mashinaga. Rahmat aka, charchamang. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Nexia'lar qatoridan. Xo'sh, Nexia kimdan ekan? Aka, sizdanmi? YouTube'ga qo'yuraylikmi? Yo'q, shart emas deyapti. Xo'sh, Nexia'lar qatoridan. Hurmatli obunachilar, oxirlashtiraylikchi. Aka, bu Nexia sizdanmikan? YouTube'ga qo'yuraylikmi? Yo'q, shart emas. Nexia qo'yuraylikmi YouTube'ga? Yo'q, egasi ruxsat bermayapti. Siznikimi bu? Ha, yigitlar, qo'ymaylikmi? Hurmatli obunachilar, mana bu tomonlarda bor ekan, Chista Sonus Tramble. Mashina kimdan ekan? YouTube'ga qo'yuraylikmi aka? YouTube'ga. Xo'sh, nechinchi yil ekan yili buning? 2004. 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Dokumentlardan problema bo'lmaydimi? Yo'q, problema. Generalni ham chiqaraverasiz. Generalda emas, variantga ham bo'ladi. Generalda emas, variantga ham bo'laveradi deyapti. Dokumentdan problema bo'lmaydi deyapti. Chista Sonus 2004-yilda ishlab chiqarilgan Sonus Tramble mashinasi. Mana Nexia 1 metallik rangda. Akkumulyatorlari yangi holatda turibdi. Mashinaning turgan holati. Xo'sh, mana mashina. To'rtta balonlar 14 likmi aka? Saka diskachalar qo'yilgan, 15 lik balonlar taqilgan. Motor hadovoylarda ish yo'qmi aka? Yo'q, normal. Motor hadovoylarda ish yo'q deyapti. Super salon, chexol qilingan. Necha ming yurgan bu? 3 kurukda ochgan ekan. 3 kuruk yurgan deyapti. Orqasini ham bitta ochib qo'ying aka. Bo'ldi, ochildi aka. Orqalari mana, orqalari barlar turibdi. Mana metal balonlari, zapaskadan ko'ra balon kirish hammasi joy-joyida turibdi. Xo'sh, aka, qayerda mashina bu? O'zi asli qayerda? Buxoroning mashinasi, ha? Buxoroning mashinasi deyapti. Xo'sh, aka, kraskasi qayerda bor bu? Asli bo'lgan, ha, polni asli. Polni asli bo'lgan deyapti. Xo'sh, kraskachalarni aytdi. Strashni udari yo'q. Yo'q. Strashni udari yo'q. Polni asli bo'lgan. Buni nech pul deyapsiz buni? 35 million deyapsiz aka. 35 million, ha? Qanday yo'llari bor? Variant, barter, bank. Variantga, variantga nech puli bo'lsa kerak, so'raversin, telefon qilaversin. 15 million, 20 million bo'lsa telefon qilaversin, ha? Yo'q. 30 million bo'lsa beradi. 30 million? Bir oy, 2 oyga kutib turishga berasiz. Bir oyga kutib beradi. Bir oylarga ham kutib turishga mayli beraman deyapti. 30 million bo'lsa 5 millionlarni qilib berishga deb aytyapti akam. Aka, telefon raqamingizni aytib qo'ying. 94lik 545 545 19 17. 1917 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang. Sog' bo'ling. Qaysi kanal aka? Nodir aka kanali aka. Nodir aka deb turib yozsangiz chiqadi. Ha, Nodir aka deb yozing, chiqadi. Lotin tilida yozavering mayli. Kirilchada yozsangiz ham chiqaveradi. Yozib obuna bo'lib qo'ying aka. Pastga o'tsangiz Telegram kanalimizning silkasi bor. Bitta bosasiz Telegram kanalimizga kirib, undan ham uyda turib sotaman yoki bo'lmasa uyda turib olaman degan
odamlarga xizmatimiz bor ekan shunday. Bu Nexia kimdan ekan? Egasi ichkarigami? Bo'pti, uxlab yotibdi ekan egasi. Bozorga mashinani sotgani olib kelgandan keyin uxlamaslik kerak edi. Aka sizdanmi ekan bu? YouTube'ga qo'yiraylikmi? Ha. Xo'sh, hurmatli obunachilar. Kraskasi yo'qmi? Nexia 2 oppoq rangda 2010 mi buning yili? 2010-yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangda Nexia 2. Xo'sh, gibrid motorda konditsionerlari bor. Motor moy yemaydi, ha? Motor moy yemaydi. Motor hadovoylarida ishi yo'q. Ishi yo'q, hech qanday. Motor hadovoylarida umuman ishi yo'q. Qayerda mashina bu? Sharsabz mashina. Sharsabzning mashinasi. Hech joyda ishi yo'q, deyapti akamiz. Konditsionerlari ham ishlaydi. Konditsionerlari ham ishlaydi. Mashinaning turgan holati, xo'sh, balonlari mana o'rtacha holati. Xolodilniklarigacha? Ha, kola qo'yadigan xolodilniklarigacha ham bor ekan. Xo'sh, super salon mana. Necha ming yurgan aka bu? 240 ming. 240 ming yurgan, tablolar terilgan, o'zining halol yurgan deyapti. Monitorchalar qo'yilgan, mana. Monitorchalar qo'yilgan. Salonlarni ham taxlab qo'yibdi. Xo'sh, video registrator, polik, chexol hammasi taxlab qo'yilgan. Mashina tayyor holatda olish kerak, faqat gazni qo'yish kerak, minish kerak. Yaxshi kunlarga, to'ylarga minish kerak. Mana orqalari. Xo'sh. Orqalari. Zapaska. Hammasi bor. Mana mashinaning turgan holati. Salonlarni ko'rsatib o'tdik. Aka buni top-toza dedingiz, ha? Top-toza. Top-toza kraskasi. Bitta ham bir tomchi ham kraskasi yo'q. Xo'sh. Aka, qarang. Bu nech pul baho qo'yapsiz? Narxini ayting. 70 deymiz, o'shani o'tib beramiz. 70. Bo'lgan narxi 65 lab bo'lsa beramiz. 65 lab bo'lsa. Buni variantlari ham bormi? 1-2 oy kutib turishga? Ha, bor. Variantlar. Molim sotishim kerak, qo'yim sotishim kerak. Variantlari ham bor deyapti. Kelishamiz deyapti. Mayli deb turib. Telefon raqamingizni ayting. 90lik 90lik 070 070 6100 6101 6100 6100 akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Har qanday yo'liga bitadi deyapti. Rahmat aka, charchamang, bozoringizni bersin. Kanalingizdan kelimsa 1 million RMga o'tib beriladi. Nasib bo'lsa shu Nodir aka YouTube kanalidan keldim desalaring, RMga 1 million o'tib beraman deyapti. Akamiz aytayapti. Mana o'zi labz qilyapti. Halol labz deyapti. Rahmat aka. Ha, Nodir aka deb turib yozsangiz chiqadi aka, o'zi boshida chiqib turadi. Rahmat aka, charchamang. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Nexia kimdan ekan bu? Qo'yaveraylikmi YouTube'ga aka? Qo'yaveraylikmi? Nexia 2 mashinasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan oxirgi o'piskalardan. Yelkasiga yozib qo'yibdi, gibrid motorda. Motor hadovoylari ishi yo'qmi aka? Motor hadovoylarida umuman ishi yo'q deyapti. Mashinaning motor holati mana taniq holatda turibdi. Xo'sh, hozir mashinaning turgan holati, bokovoylarda svitchalari bor, balonlari mana yangi holatda, qalpoqchalar qo'yilgan. Mashina tayyor holatda. Qayerda mashina aka bu? Qayerda mashina? Qamash. Qamash mashinasi. Qamash tumanining mashinasi. Necha ming yurgan bu? 135 ming. 135 ming kilometr yurgan ekan. Polik, chexol hammasi qo'yilgan. Xo'sh, Qamashni sentrnikimi yo Qishloqning. qaysi qishloq? Qoratepa. Qoratepa. Qoratepaning mashinasi ekan. Orqasini ham ochib qo'yasizmi? Qoratepaning Marks Azatepami? Shu tam bizlar ham shu tomondan-da. Mana metan balonlari. Orqalari zapaska damplar balon qo'yish hammasi joy-joyida turibdi. Mashinaning turgan holati. Aka buni kraskasi qayerlarda bor? 2 kirlarda pitla bor. 2 kirlarda pitna bor. Boshqa joy top-tozami? Strashni udari yo'q, ko'ziplari butun, ha? Strashni udari yo'q, ko'ziplari butun, oldi orqa butun deyapti. Kelasizlar, ustalaringni olib kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Aka buni nech pul deyapsiz buni? Buni 55 million deb. 55 million, ha? Buni qanday u vekipga Yo'q, naqdga. faqat naqdga sotasiz, ha? 1-2 oy kutib turishgacha. 55 kam bor, yo'q, bunaqa yo'q. Kutib turishga yo'q, ha? 1-2 oy kutib turishga yo'q deyapti. 55 million kami bor. Qilib beraman deyapti akamiz. Aka telefon raqamingizni ayting. 93lik 93lik 071 071 71 71 94. 94. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Aka necha ming yurgan bu? 135 ming. 135 ming yurgan. Yana bir marta qaytarib aytib o'tdik sizlarga.
Qachon? Bo'ldi aka, xo'p. Mokri Nexia 2 mashinasi, Tirsin oshnamizning mashinasiga o'xshaygan. Rangi shundan. 1.6 Donus motor, konditsionerlari bor. Kururizor. Akalar ko'ryapti, olmoqchi ekan. Xo'sh, motor hadoylar qanday aka? Motor hadoylarda umuman ishi yo'q, ha? Motor hadoylarda umuman ishi yo'q deyapti. Tayyor holatda deyapti. Xo'sh, necha 2015-yilda ishlab chiqarilgan Mokri Nexia 2 mashinasi. Balonlar holati mana charmxa balonlar qo'yilgan, yangi 4 ta balon taqilgan. Eshikni yopmay turing aka. Xo'sh, salonlari super salon. Endi necha ming yurgan aka bu? 284 ming o'zining halol probegi, polik chexol qilingan. Mashina tayyor holatda. Video registrator, 906 mejigar portlari bor. Mana tarbidan ustida yopqichlari ham bor. Mashina tayyor holatda. Qayerda mashina aka bu? Dehqonovatda mashinasi. Tog'da yurmaganmi bu? Nomerda bo'yatgansizmi deyman. Mana 80 talik metanlari bor. Jilet, aptichka, angishtitel, hammasi joyida turibdi. Zapaska damkarat balonlari. Xo'sh, mashinaning turgan holati. Bakovoychalarda svitchalari bor. Mana passajir tomonga qismi. Mana bunaqa oynachalar ham qo'yilgan. Xo'sh, aka buni kraskasi qayerda bor buni? Kirilla kapotdan ichiga o'tmagan, ha? Bu strashni udari yo'q. Ko'zi bu oldi orqa bitin. Oldida ozgina nimachasi bor deyapti, orqasiga hamma joyiga javob, boshqa joylariga deyapti. 4 ta yangi balon qo'yilgan, motor hadoylarida ishi yo'q. Mashina tayyor holatda, Dehqonovatda mashinasi. Aka nech pul deyapsiz buni? 60 million? Bozor nech pul qildi? Bironta jazman klient kelib so'radi. 54 uyda bermadingizmi? Hozir bu yoqqa nech so'rayapti? 55? Uyda 54 millionga bermadim, bu yoqqa kelib turib 55 million so'rayapti. Deyapti. 55 ga ham bermayapsiz, ha? 55 millionga bermayapman deb turib aytayapti. Nech pul bo'lsa berasiz? 60 dan o'tsa berasiz, ha? General davrni ham qilib beraverasizmi? Generalni ham davrni qilib beraveraman deyapti. Dokumentlardan problema bo'lmaydi. Mana tayyor holatda Nexia 2 mashinasi. Mashinalar ozgina ko'tarilgan. Endi puliga qarab, yaxshi mashinalar qimmatroq, bunday mashinalar arzonroq. Lasetti olsangiz ham bo'ladi 60 millionga, lekin mashina normal zakon sosteniyada turibdi. Xo'sh, aka buni variantlari yo'qmi buning? Kutib turishga 1-2 oylarga 10 million, 20 million yetmasa 5-6 million bo'lsa kutaman. Qolgan naqdga deb 5-6 million bo'lsa bir oycha kutib turishi mumkin. Undan uyog'iga kutolmayman deyapti. Aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 90lik 869 55 66. Akamizga telefon qilib savdolashib olaverasiz. Rahmat aka, charchamang. Bozoringiz bersin. Xo'sh, aka chiqarib qo'yaylikmi YouTube'ga? Assalomu alaykum. Xo'sh, hurmatli obunachilar, Nexia 1 chista Sonus trambulerlardan akkumulyatorlari yangi 2006-yilda ishlab chiqarilgan bamferi qora Nexia 1 mashinasi, hurmatli obunachilar. Xo'sh, Sonus trambuler, motorlar holati taniq holatda turibdi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan, qayta aytib o'tsak ham kimdir birovlar balkim eshitmay qolishi mumkin. Xo'sh, salonlari mana prostay salonlari. Xo'sh, necha ming yurgan ekan? 169 ming kilometr yurgan ekan. Polik chexol qilingan, mashina tayyor holatda. Qayerda mashina aka bu? Ko'rgalani mashinasi. Chista Sonus, mana orqalari kalpokchalar, 4 ta kalpogi bor, zapaskalari bor. Balon kulish, damkarat, orqasi qozonlari chirigan joylari yo'q. Mashina top-toza. 4 ta baloni yangi, kraskalari radnoy deyapti. Bitta joyida ham kraskasi yo'q deyapti. Ittaga ustalaringni olib kelib tekshirtirib ko'rib olaverasizlar. Agar mabodo kraskasi chiqib qolsa, akamiz shu pulidan qanchadir miqdorda o'tib beradi. Xo'sh, aka buni nech pul deyapsiz buni? 55 deyapsiz. Bozor nech pul qildi buni? 52 gacha chiqyapti. 51 ga bermayapsiz. 51-52 ga bermayapman dedi. Biror narsa qo'shsa berasizmi? 500 ming, 1 million qo'shsalaring akamiz beraveradi. Mashina top-toza deyapti. 4 ta yangi balon, motor hadoylarida umuman ishi yo'q. Motor hadoylarida ishi yo'q.
Mashina normal sostoyaniyada turibdi. Aka, buni variantlari ham bormi buning kutib turishga? 1-2 oylarga kutib tura olmaysiz? 5-6 million. 5-6 million bo'lsa 1-2 oyga kutib turasiz. 5-6 million pul yetmay qolsa pullaring mabodo ana molimni sotaman, qo'yimni sotaman deydiganlar bo'lsa, akamiz 1 oy, 2 oy kutib turishga mayli ajdaniyasi bor deb turib aytayapti. Xo'sh, aka telefon raqamingizni aytib qo'ying. 50lik 545 0082. Rahmat aka, charchamang, bozoringizni bersin. Xo'sh, hurmatli obunachilar, videomizni shu joyda yakunlaymiz. Sog' bo'lingizlar. Videoni ko'rib, bitta layklarni bosib, obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yasizlar. Chiqargan videolarimiz sizlarga bemalol boraveradi. Assalomu alaykum. Reklama qilib bo'ling, bir minut keyin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.